Xo'sh, parametr kvadrat tenglamalar bu. O'zi kvadrat tenglamani ko'rish qanaqa bo'lardi? Ax plusdan bx plusdan c teng 0. Qaranglar. Xo'sh, tenglama tengsizligi ham bor. Chunki birinchi tenglamasini o'rganib chiqamiz, qaranglar. Bu tenglamada shunchaki qaranglar, sizlarga shartlar beriladi. Shartlarni o'zimiz yozishga harakat qilamiz. Tushunarlimi? Sal mantiqiy shartlarni o'ylab topamiz. Birinchi o'rinda qaranglar, mana shu tenglama avval o'tganmiz kvadrat tenglamada shunchaki ikkita yechimga ega bo'lsin desa nima qilamiz? Mana shunda ikkita yechimga bo'lishi uchun diskriminant noldan katta bo'lishi kerak. Shunchaki ikkita yechim, ya'ni yechim ega bo'lsin shu desa, diskriminantni noldan katta deb ishlatib ketamiz. Juda ham oson. Parametr beradi. A ga bog'lab, B ga bog'lab, K ga bog'lab, N ga bog'lab beriladi. Tushunarli? N ga bog'langan tengsizlik ishlab qo'ysalar bu. Tushunarlimi? Xo'sh, ikkinchi holat. Shunchaki qaranglar. Yechimga ega bo'lmasin deydi. Yechim bo'lmasin. Bo'shliqdan bo'lsin. Shunchaki diskriminant noldan kichkina. Diskriminant noldan kichkina degani parabola bo'shliqlar, ya'ni oyoq so'qini kesmaydi. Tushunarli? Bunda bizlar bo'shliqdan olamiz. Tushunarli? Xo'sh, uchinchi holatimizda bitta yechimga ega bo'lsin deydi. Bitta yechimga ega bo'lsin. Qaranglar, buni turlari juda ham ko'p. Qaranglar. Bitta yechim bo'lsin deydi. Yechim yoki teng ildiz bo'lsin, ikkita teng ildizga bo'lsin deydi. Ikkita teng ildiz bo'lsin. Teng ildiz. Yoki qaranglar, sharti juda ham ko'p buni. Oyoq so'qini bitta joyda o'rinsin. Bitta joyda o'rinsin. O'rinsin. Yana bitta holati bor. To'la kvadratga kelsin. To'la kvadratga kelsin. Xo'sh, mana shartlardan hammasida mana ikkitami? Ha, 3 emas, mana 2. Men bir joyni ko'rmayman. Ikkita teng ildiz, oyoq so'qini bitta joyda urinsin. O'qigan to'la kvadratga kelsin. Mana shartlarning hammasiga faqatgina diskriminant nolga teng. Sababi qaranglar. Ikkita teng ildiz desa ham bitta joyga shu o'rin tepa qaraydi. Oyoq so'qiga urinsin desa ham bitta joyda urinish kerak. Undan keyin to'la kvadrat kelsin, bitta yechimga ega bo'lish shart u. To'la kvadrat kelishi bitta bo'lsa, ha. O'shaning uchun mana shu hammasini diskriminant nolga teng degan holatda hal qilib ketaveramiz. Xo'sh. Keyingi holat qaranglar. 4-chi. Juda ham muhim holatga kelamiz. Endi sizga savol beraman. Ikkita musbat ildiz bo'lsin deydi. Bo'lsin. Xo'sh, buni qaranglar. Ikkita musbat deyapti. Tasavvur qilinglar. Ikkita musbat ildiz degani mana vektga murojaat qilamiz bunda, qaranglar. Ikkita musbat. Birinchi o'rinda ikkita musbatligini ta'minlab berish uchun diskriminantni katta. Ha, endi vektga murojaat qilgan ikkita ildiz bo'lsa, yig'indiga murojaat qilsak, ikkita musbat sonlar yig'indisi nima bo'ladi? Musbat x1 + x2 ni katta noldan deysan. Va ko'paytmaschi. Ikkita musbat sonlar ko'paytmasi ham albatta musbat bo'lishi kerak. Mana shu 3 ta shartni qo'yib tengsizlik ishlashimiz kerak, uchalasini birlashtirgan holda. Tushunarli? Endi mana yig'inni qayerga olamiz? Biz vet o'tganmiz, to'g'rimi? Vetdan yig'inni olaman. Diskriminant bilan vetdan yana ko'paytmani ham olib, ikkalasini uchalasini birlashtirishim kerak bo'ladi. Uchalasini birlashmasi shu javobni kelib chiqaradi, oladi. Tushunarli? Endi 4-chi holat, 5-chi holatimiz 5. Ikkita manfiy bo'lsin deydi endi. Diskriminant. Manfiy. Katta noldan Ildiz. Qanaqadir parametr beradi. O'sha parametrning qanday qiymatida ikkita manfiy ildiz. Tasavvur qiling, ikkita manfiy, ikkitaligini ta'minlab beruvchi narsa bizga diskriminantdan katta bo'lishi kerak. Nima bo'lsa qat'iy nazar? Ko'paytma musbat bo'lishi. Ko'paytmachi. Ikkita manfiy son ildiz bo'lishi kerak? Musbat bo'lishi kerak. Ya'ni noldan katta. Yig'indisi haqida-chi? Nega? Ikkita manfiy yig'indisi haqida. Ikkita manfiy sonlar yig'indisi bo'ladi. x1 + x2. Bu ham noldan kichkina bo'lishi kerak. Ikkita manfiy son ko'paytmasi musbat, alik yig'indisi ikkita manfiy noldan kichkina. Bular butun umr bajariladigan holatlardan foydalanamiz. Yana o'sha gap, ko'paytma qilganini qayerdan olaman? Vektdan yig'indi ham bo'ladi bizga, ko'paytma ham bo'ladi. Tushunarlimi? O'shani foydalanib olib qo'yamiz parametrga bog'liq.
Xo'sh, oltinchi holatimiz. Oltinchi holatimiz bitta musbat. Bitta musbat. Ya'ni plus. Bitta manfiy. Bitta Minus. ya'ni turli ishorali bo'lsin deydi. Bitta manfiy ildizli bo'lsin, qiynaman. Ikkita bo'lish uchun. Ikkita bo'lish uchun yana diskriminatsiya javob bergan ikkitaligiga. Yana qarang, bitta manfiy sonlarni 28 ga gaplasha olamizmi? Yo'q. Chunki men misol uchun -8 ga +5 qo'ysang, -3 chiqadi. Lekin 8 ga -5 qo'ysang, 3 o'zi chiqadi. Shuning uchun yoki musbat yoki manfiy chiqqani uchun biz uni aniq shaklga kuzatamiz. O'shaning uchun qara, lekin ko'paytma butun umr nima? Minus. Mana shu kirzamiz shartga. Diskriminant noldan katta agar shu tenglaman qizlari ko'paytmasini noldan kichkina bo'lsa, u butun umr ana shu bitta plus to'g'ri shartni bajaradi. Tushunarlimi? Sizlarga qanaqadir parametrga bog'lab beriladi, parametr qo'yiladi berilgan. Hozir misollarni ko'ramiz. 7-chi shartimiz. Endi qarang, ildizlari o'zaro qarama-qarshi bo'lsin. Ildizlari o'zaro qarama-qarshi. O'zaro qarama-qarshi qarama-qarshi ildiz degan nima tushunasizlar? Qarama-qarshi son degan nima tushunasiz? -3 bilan 3, 5 bilan -5, 1 taqsim 7 bilan -1 taqsim 7. O'shalar hammasi bir nima bo'ladi? Qarama-qarshi. Bizga qarama-qarshi ikki yechimni ikkita bo'lishi uchun diskriminant bilan gapiramiz kerak. Endi ko'paytga murojaat qilamiz. Ko'paytmasdan bo'ladi, ko'paytmasdan. Manfiy, yig'insa bo'ladi. Butun umr 0 bo'ladi. Chunki hech qachon manfiy yoki boshqa o'shani hisoblaymiz. x1 + x2 ni teng 0 ga deyishmi? Ya'ni ko'paytmanichi Kichidan o'ldi. kichkina. Sababi bittasi musbat, bittasi manfiy bo'ladi. Ular ko'paytmasi har doim o'zidan kichkina. Hech qachon boshqacha shart bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun butun umr shartlarni nima qilamiz? Biz ishlam shartga kirib ketaveramiz. Tushunarli? 8-shart. Teskari deydi. To'g'rimi? 5 bilan 1 taqsim. Ha, shunaqa. Demak, qanaqadir tenglama parametr bo'lib beradi. O'sha tenglama ildizlari o'zaro o'sha K ning yoki A ning yoki B ning qanday tenglamada tenglama ildizlari o'zaro teskari bo'lsin deydi. Demak, ko'paytirgani 1 ga teng deydi. Aha. Ko'rdingmi? Shartni biz o'zimizda hisobga turamiz. O'shani siz birdan mantiqiy bilib olishdan kerak. Formula yo'qlamaydi. Shuni olsang bo'ldi. Tushunsang bo'ldi, shuni misolga ko'rib ketamiz. Demak, teskari sonlarni qaranglar, birinchi o'rin ikkita yechim bo'lyaptimi? Ikkita yechim bo'lishi bizga diskriminantdan kattaligini bildiradi. Endi ko'paytmasini nima deyish mumkin? Yig'in saqladi nima deyish mumkin? Yig'inni qo'ya olmaymiz. Chunki minus Nima bo'ladi? Lekin ko'paytmasi butun umr birga teng. O'shaning uchun x1 bilan x2 ni ko'paytmasini birga tenglab hisob qo'ysak. Bizlarda to'liq shartlar mana shu. Demak, birinchi shartimiz shunchaki ikkita yechimga bo'lsin deb savol bersa, diskriminant katta deymiz. Shunchaki bo'sh to'plam yechim bo'lmasin desa, o'sha parametrga bog'lab diskriminantni topib, noldan kichikroq ishlab qo'ysak yetadi. Bitta yechimga bo'lsin, ikkita teng ildiz, oyoq so'qida bitta joyda ko'rinadi. To'liq kelsa diskriminant nolga teng bo'lgani bizga yechim sifatida olinadi. Ya'ni o'sha parametr to'liq diskriminantga teng deb hisob ketaveramiz. 4-qoidada ikkita musbat ildiz. Nima edi ikkita musbat? Diskriminantga katta bo'lishi kerak ikkita yechim. Musbat ildizlar yig'indisi ham musbat bo'lishi kerak. Ko'paytmasi ham katta bo'lishi kerak noldan. Keyingi holatimizda ikkita manfiy bo'lsa, ikkita yechim deyapti baribir ham diskriminantdan katta bo'lishi kerak ikkita yechim. Manfiyga manfiy plus bo'ladi. Manfiyni manfiyga qo'shsam yana manfiy so'ng'isi bo'ladi. Bitta plus bitta minus, ya'ni qarama-qarshi deb o'ylab qolmanglar buni. Misol uchun -8 bilan 10 qarama-qarshi ishora. Lekin boshqa ishoraga qarama-qarshi emas. Tushunarli? Bunday holatda diskriminant noldan katta bo'lishi kerak. Ko'paytmasi yig'in saqlab gapira olmaymiz. Ko'paytma noldan kichkina bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'sh. Keyingisida o'zaro qarama-qarshi. Qarama-qarshi sonlarni biz bilamiz. Yig'in saqlab nolga teng bo'ladi. Shuning uchun diskriminant noldan katta deyishim kerak. Yig'indisi nolga teng, haqiqatan ham -3 ga + qo'shsang nolga teng. Ko'paytmasi noldan kichkina. Bunisida o'zaro teskari bo'lsin desa, teskari sonlar ko'paytmasi butun umr 1 ga teng. O'shanishni olamizda ko'paytmaga ko'taramiz. Diskriminant noldan katta. Endi bizlarda hammasini yig'inda bilan ko'paytmaga bog'lagan sababi bizlar weightdan parametrni qiymatini mana shu olib qo'yamiz. Weightni bilishimiz shart. Tushunarli? O'sha yerda yozib olamiz tez.
Xo'sh, boshladik. Qaranglar. Misollarga o'tilgan bo'lsak, mana birinchi misolda nima bergan? X kvadrat plyusdan ax plyusdan 4 teng 0. Mana shu tenglamani ildizlardan biri 4 ga teng bo'lsa, uni ikkinchi ildizini toping. Buni endi qaranglar, ildiz berilgan sizlarga. X1 berilgan, na 4. Ikkinchi ildizini topdik. Bizlar hozir x o'rniga mana 0 ga tenglanganda mana buni qo'yib, 0 ga tenglab ishlab qo'ysak ketardi. Bizga aniq bitta yechim berilganda, o'rniga x1 o'rniga x dan o'rniga qo'yib chiqamiz. 16. Bo'ldi, 20 plus 4. A nima chiqadi? -5 mi? Shunaqa. Endi o'ziga olib qo'yib ikkinchi ildizini topib qo'yaman. Ya'ni x kvadrat -5 tekis plyusdan 4 teng 0. Yechim nima chiqadi endi bunda? Vektor 1 to'rtmi? To'g'ri birda. Shunaqa. Demak, birinchi ildizi 4 bo'lgan, ikkinchi ildizi 2. Bular qiyin emas. Sizlarga aniq ildiz bersa, o'ziga qo'yib solib ketaverasiz. Tushunarlimi? Nima ildizlardan biri? Xo'sh, bular oson. Hammasi o'shanaqa. Endi qaranglar, 8-misol. 8-misolda A va B qanday qiymatlarida? X kvadrat plus ax minusdan b teng 0. Tenglamaning x1 x2 ildizlari uchun x1 minus x2 teng 5 ga, 3 da x1 plusdan x2 teng minus 1 ga teng. Mana shu o'rinli bo'ladi. Xo'sh, o'rinli bo'ladi. Tushunarlimi? Buni nima qilamiz endi? Pastga qo'shib yuboramiz. Mana bu yerda bizga hozir mana sistemada x1 x2 joyi topsak bo'ladi, hammasi. Hammasi qo'shamiz. Qo'shsak, buni 4 ga ketadi. 4x1 teng 4. x1 da o'zi nima chiqar ekan? 1 emasmi? x1 1. Endi bizga qaranglar. Hozir ikkinchi yechimni topa olishimiz kerak. Biz bo'lmasa A bilan B ga bo'lingan-ku. Bo'lmasa ikkinchisini topolmay qolamiz buni. B'ni topolmay qolamiz, yo A'ni topolmay qolamiz. Shuning uchun endi ikkinchi yechimi. Qarab, birdan nimani yechsak 5 chiqadi. Minus 3 tu. Minus 4. Demak, x2 nima bo'lgan? Minus 4. Endi qaranglar, mana buni o'ziga qo'yamiz, tenglamani o'ziga. Nima bo'ladi? 1 ni qo'ysam 1 marta. Yuravermayman. 1 qo'shilgan A minus B teng 4. Endi minus 4 dan qo'yaman. Minus 4 qo'ysam 16 plus 4 da minus 4. A minus B teng 0. Shuni nima deb qo'yamiz? Nima deb qo'yamiz shuni? Aniq topamiz. Ayirsangiz bu yo'qolib ketadi. Xo'sh, ayirmasam yo'qoladi. Ayiraylik. 16 dan Buni buni ayirsak minus 15. Buni buni ayirsak 5 A plus 5 da. Buni buni ayirsak 0 teng 0. Yani bu görsem A teng 3. Ayını beni toplayacak oldu. Qaranglar, mana bu 3 qo'ysam 4 ming 2 ayirib ketsam 0 bo'lishim B teng 4 bo'lsin. Bo'ldi, ammo men so'rayman. Qarang. Tushunarlimi? Keyingi. Demak, bu tartibga so'zlamashni ishlanadi. Endi shart berasiz, qarang. Mana 13-misol. 13-misol. A ning qanday qiymatlarida? Minus x kvadrat plus 4x plusdan A teng 0. Tenglama 2x1 plus x2 teng bo'ladi 7 ga. Sizlarga shart bersa, qaranglar, sizlarga shart berdi, to'g'rimi? Shart berdimi bo'ldi, bu yerga murojaat qiling. Shart berdimi, bu yerdan ikkinchi sistemaga so'raysizlar. Qaranglar. Mana 2x1 plus x2 teng 7 bo'lsa, qaranglar, sizlarga savol. x1 plus x2 nima ekan? 4. Sababi mana biz ko'paytirib qarama-qarshi biz olishimiz kerak. Tushunarlimi? Mana bu bir ishlaydi bo'lmasa, minus bo'lsa. Bo'laversa minus 4 bo'ladi. Uni qarama-qarshi bo'lsa 4. Qaranglar, mana sistemani qayerga kelmaydi, lekin mana sistemada bemalol ekspertga topsam bo'ladi. Endi qaranglar, aniq qanday topamiz? Aniq qanday topamiz? x1 bilan x2 ni ko'paytmasmi ekan? Minus A ga teng emasmi? To'g'rimi? Men hozir bu sistemada x1 x2 topsam va ikkalasi ko'paytirib minusga ta'sir qilsam, o'sha ko'paytmani topaman. Ya'ni A ni topaman. Tushunarlimi? Endi ikkovini ayiraveramiz. Buni nima ayirsak? X teng 3. 3 qo'ysam, yig'indisi 4 bo'lishi uchun x2 1. Ikkovini ko'paytmasi? Ko'paytmasi 3 teng minus A. Xo'sh, bu yerda bo'lsa A teng minus 3 bo'ladi. Tushunarlimi?
Savol bormi? A'mizni parametr top degan, shunaqa shartni bajaradigan. Demak, shunaqa shartni bajaradigan. Agar men 103 shunga qo'yib hisoblasam, ularni x1 ni 2 ga ko'paytirib x2 ni qo'shgan 7 degan qiymat chiqarib beradi. Tushunarlimi? Xo'sh. Demak, shart bersa nimadan foydalanamiz? Har doim sherik qilib, weight terimini murojaat qilar ekanmiz. Xo'sh. Shart hammasi. Yana vazlardan biri ikkinchisidan 2 ga katta. Qarang, endi so'z bilan beryapti. 16. Mana parametr berilgan x kvadrat plusdan 4x minusdan b teng bo'lgan. Mana shu b'ning qanday qiymati? Teng vazlardan biri ikkinchisidan 2 marta ortiq. 2 marta ortiq. 2 ga ortmagan. Demak, teng vazlardan biri ikkinchisidan 2 ga ortiq. Sizlarga qaranglar, so'z bilan shart berilyapti. O'sha shartni men o'zim tuzib oldim. Shart berildi, yana weightga murojaat qilamiz. Nima bo'ladi? x1 plus x2 nima teng? -4. Mana buni oldidagi qarang. Mana ikkalasini x1 topamiz. x1 ko'paygan x2 nima teng? -b gami. Mana da hozirgi o'zi. Topib, o'rniga olib shuni ko'paytirib minus tasir qilamiz. Tushunarlimi? Yozib olamiz shu yerga. Tez. Xo'sh, davom etamiz. Qarang, 27-misolda. 27-misolda. Kvadrat teng nima beryapti? X kvadrat plus 9x plusdan s teng 0. Xo'sh, qaranglar. Tenglamani ildizlari kvadratlariga 101 ga teng deyapti. Nima qilamiz? Sardor. Ildizlar, tenglama ildizlari yig'indisi 101 ga teng. Bu degani x1 plus x2 yig'indisi kvadratlari yig'indisi 101 ga teng. O'sha sini qanaqa qiymatida deb savol beryapti. Mana ochamiz-da, to'g'ri. x1 plus x2 minus x1 ko'paygan x2 degan shartimiz bor bizda. O'rganganmiz. Teng 101 ga. Endi mana o'rniga nima olamiz? -9 kvadrati 81. Ko'paytma o'rniga nima olamiz? Vektsan. x minus x bo'lib qolamiz. Shu teng 101. Bo'ldi, javob chiqadi. 100 dan ayirsan. X teng 20. Minus 20. 20 o'zi. Minus 20. Tushunarli? Xo'sh, mana o'zidan ayirdim. O'zidan ayirganim 82 ga minus 10. Tushunarli? Xo'sh, demak, shart berilsa, vektdan mukammal foydalanamiz. 36. Qaranglar endi. Mana men aytgan shartlarga keldik. 36 nima deyapti? Mana x kvadrat plusdan a kvadrat plus 3a minusdan 4 x plus a. Shu teng 0 ga. Tenglamani ildizlari qarama-qarshi so'nib bo'ladi. Eshitamiz. A ning qanaqa qiymatida tenglama ildizlari qarama-qarshi bo'ladi? Nima deysizlar? Qarama-qarshi. Shartni so'zlama birinchi o'rin. Iskabinaga to'g'ri kerak. x1 plus x2 qarama-qarshi degani ikkinchisi 0 bo'lishi kerak. Ko'paytmasi haqida nima? Minus bo'lishi kerakmi? Chunki bitta misotdan narxi ko'payganda narxi bo'ladi. Birinchi o'rin iskabinani kattaligini tekshiramiz. Nima bo'ladi bu? Minus ochiladi. Xo'sh, mana bu bir o'rinda kelyapti to'g'ri. To'g'rimi? Ano x1 plus x2 nolga teng, o'sha narsa ham nolga teng. Qaysi? O'sha narsani minusligiga. Ha. Endi qarang, mana yig'in saqlab yashash bitta x1 plus x2 nima teng? Nolga. 0 ga teng. Shuni o'rniga nima yozaman? Mana uni minusligini yozaman. To'g'rimi? Minusligini keyin 0 ga bo'lib yuborsam, baribir o'ziga qaytadi. Shuning uchun o'zini yozaveramiz. A kvadrat plus 3ta keyin minus 4 teng 0. Endi bundan yechim nima chiqadi? 4 minus 4. To'g'rimi? Endi mana noldan kichkina deymiz mana uni. Ko'paytmas nima? A mi? A ni nima bo'lsin? Noldan kichkina. Noldan katta yechim olamizmi? Yo'q. Demak, minus 4 ni o'zi endi diskriminantdan tam noldan katta bo'lishi kerak. Qaranglar. Diskriminant noldan katta degani mana bu narsamizda. Katta. Xo'sh. Kattasi. Mana kvadrat bo'ladi endi. Nima bo'ladi? A kvadrat plus 3ta minus 4 kvadrati
Minus 4'te A. O'sha katta nimadan? Yo'ldan bo'sh ketdi. Xo'sh. Buni endi skena yo'ldan kattaligini qanday isbotlaymiz? Ha? Kvadratga ichkarida olamiz. Kvadrat to'ra, ichkari nisbat doim. 4a-chi. A'ni o'rnidan minus 4. A'ni o'rniga hozir любой bir narsa solib qo'yinglar-da. 1, 2, 3, 4, 5. A chiqdi. Ha. A'ni 4 qo'yib, mana qaranglar, minus 4 midi? Ha. Ash minus 4 qo'yib qo'yinglar-chi. Tekshirib qo'yinglar. 16. Shu musbat bo'lsa bo'ldi, shu olib keturamiz. Abi so'rab çünkü plus bitardi-ku. Ha bo'ldi, demak men javob minus 4 o'zi. Tushunarlimi? İçinden topsak bo'lmaydi, shu A kvadrat plus 3 minus 4 o'zidan. Yo'q. Bu ham bor, iskana degan ko'p emas, 4 ta asl. Tushunarlimi? Demak, a'ning 4 degan qiymati, minus 4 degan qiymati. Tushunarlimi? Ha. Xo'sh. Davom etamiz. Necha yil keldik? Qirqirga kelib, bularni ishlatib ko'rsak bo'ladi. Qaranglar, 50-misolga qaranglar. 27 da 50 ko'pmi? Qaranglar, 42 bir-biriga teng, o'zlari manfiy bo'ladi. Bir-biriga qaranglar, o'xshashgan qolgani. K'ning qanday qiymatlarida? Mana k kvadrat minusdan 3 ta k minus 4 ko'paygan x teng k kvadrat minus 9. Mana shu k'ning qanday qiymatlari o'zlari manfiy bo'ladi. Endi qaranglar, bu kvadrat tenglama emas. Hozir mana shu kvadrat tenglamami? Bu yoqqa o'tkazsa, Hozir yo'q. Mana shu kvadrat tenglamami shu? Kvadrat tenglama emas, to'g'rimi? Chunki endi bu oddiy chiziq tenglama, to'g'rimi? Tenglama dizi deganda chiziq tenglama, mana misol uchun 3x teng 6. Shuni ishlash uchun x teng buyoqqa bo'lib o'rasanmi? X chiqadi, to'g'rimi? Buni men to'liqini buyoqqa bo'lib o'raman. Nima bo'ladi? X teng k kvadrat minus 9 taqsim k kvadrat minus 3 ta k minus 4. Endi mana x tenglama yechimimi? Faqat nimaga bog'langan? K ga. O'sha k mana shu k'ning qanday qiymati? Mana shu tenglama dizini nima bo'lsin deyapti? Manfiy. Yo'ldan kichkina bo'lsin. Manfiy bo'lsin deyapti. Demak, buni yo'ldan kichkina ishlab qo'ysak bo'ldi. Bu qanaqa tengsizlik? Oddiy ratsional tengsizlik. Surat nolga tenglab ishlanadi, mag'ras tenglab ishlanadi va oraliqli usulda hal qilinadi. K teng plus minus 3. K teng plus minus 3 kiradi, kirmaydi. Plus 3. Endi musbat deyapti-ku, manfiy deyapti-ku. Yo'lda manfiy deyolmaydi deydi. Xo'sh, mana undan necha chiqadi? 4 bir. 1 minus, to'g'rimi? Demak, minus 1 ga qo'yaman. Mana shu minus 1 qo'ying. Birga necha qo'yaman? Minus 3 va 4. Plusdan boshlaymiz. Qaysi oraliq? Yo'lda? Agar k'miz minus 3 dan minus 1 gacha 3 ham u. 3 dan 4 gacha bo'lsa, ana shu tenglama yechimlari har doim manfiy bo'ladi. Tushunarli? Xo'sh. Endi ha. Xo'sh. Mana buni ham qaranglar. A parametrini qanday qilyapti? Mana shu tenglama ildizi manfiy bo'ladi. Endi qaranglar, bu kvadrat tenglama emas bu ham. Bu nima? Chiziqlik tenglama. Buni hozir x ni topilaverib, a ga bog'lab, keyin gaplashamiz. Buni proporsiya ko'paytirib yuboraman. X minus 4 teng ko'paytiramiz. 2ax plus 2x plus a plus b. X'i bor ifodani bir tomonga to'liq o'tkazaman. Bu yoqqa o'tkazsam, buni bu yoqqa o'tkazsam minus x bo'ladi, buni bu yoqqa o'tkazsam minus 2ax minus x teng 4 ni yoqqa o'tkazaman. A plus 5 mi? Endi ikkovidan nima chiqarib olaman? X chiqarib olaman, x ni. X chiqarsam minus 2a minus b teng a plus 5 bo'lib olaman. X teng a plus 5 taqsim minus 2a minus b. Mana shu tenglama desa a ga bog'landimi? Shu nima bo'lsin deyapti? Agar birdan kichkina bo'lsa, birdan kichkina ishlaydi. 10 dan kichkina bo'lsa, 10 dan kichkina ishlaydi. Musbat bo'lsa, 0 dan katta deyapti. 10 dan katta bo'lsa, 10 dan katta deyapti. Tushunarlimi? Nima shart bersa, x topib shuni olib ketamiz. Endi bu oddiygina ratsional tengsizlik. Mana buni minusga ko'paytiraversam hammasini
ishora nima bo'ladi? Teskari aylanadi. Aylanadi. Bir. Katta. Katta 0 bo'ladi. Endi buni sur'atini nol deyman. A katta. A teng -5, A teng emas -1 taqsim 2 qo'yamiz oraliqda. Kimni birinchi yozaman? -5 1 taqsim 2. Plus minus plus. Kaç oladi? Bizaga mana bu katta, mana bu tomon. Demak, oralig'imiz minus cheksizlikdan -5 gacha va -1 taqsim 2 dan plus cheksizgacha bo'lsa, shu nima yechimi? A'miz nima? A'mizda demak shu oralig'da bo'lsa, o'sha nima yechimi musbat manfiy chiqadi. -9, -20, xullas manfiy bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'sh. 41-misol edi. Misol. 51. Qaranglar. A'ning endi kvadrat nima aytyapti? X kvadrat plusdan A2 plusdan 9 teng 0. Savol beryapti. A'ning qanday deyapti? Tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lmaydi. Ya'ni qaysi shart? Nechinchi shart? Birinchi shartimiz yo'q, ikkinchi shartimiz. To'g'rimi? Ha, yechim bo'lmasin desa shunchaki hech qanaqa shartsiz diskriminatsiya ishlaymiz. Diskriminatsiya bo'lmasmaydi, b kvadrat minus 4 tasi. Va b o'rnida a kelyapti. A kvadrat minus 4 ta a o'rnida 16 kere 9. 144 mi? 144. Xo'sh. Kichkina noldan bo'lish kerak. Buni ko'paytirib ajratsak, x minus 12 yo'q, a minus 12 a plus 12. O'sha kichkina nimadan? Noldan. Oralig'i qo'yadigan bo'lsak, minus 12. Qaysi oralig' kerak? Minus oralig'i. Minuslik. Demak, agar a'mizning oralig'i minus 12 oraliqdan qo'y bironta son olib, a'ni o'rniga qo'ysang, shu tenglamani ishlasang, uni yechimi mavjud bo'lmaydi. Diskriminatsiya ishlab chiqadi. Tushunarli? Xo'sh. 57-chi nima deyapti? Qaranglar. X kvadrat plus a plus 4 x minus 4 ta a minus 5 teng 0. Mana shu tenglar ikkita musbat ildizgan. Endi ikkita musbat. Qaysi shart? Diskriminatsiya katta. B2 ga murojaat qilsak. x1 plus x2 ham katta noldan. Ko'paytirmasi ham Zvonak chalsin, birinchi reyslar chiqsin, qolganlar o'tirsin. Xo'p. To'g'ri bo'ladi? Yig'ilmasi yo'ldan katta, ko'paytmasi yo'ldan katta. Hisoblanadi. Diskriminatsiyadan katta nol bo'lishi kerak. Mana. Shu shart bajarish kerak. Ketdik. x1 plus x2 a minus Kimga teng shart? Yig'ildi. minus aga. Minus. Yo'q, minus a minus 4. Demak, minus a minus 4 nima bo'lishi kerak? Katta nol. Bundan a kichkina bo'lishi kerak emas-a? 4 da. Minus 4. Tushunarli? Mana bu yoqqa o'tib minus tasir. Mana birinchi shartimiz tayyor. Ko'paytmas buni to'lig'icha minus 4 a minus 5 katta nol. minus 5 katta nol. Yoqqa o'tib bo'lib olsak, a kichkina 5 taqsim minus 5 taqsim 4. Endi diskriminatsiya noldan katta bo'lishi kerak. Nima diskriminatsiya o'rnida b o'rnida a plus 4 ning qarshisi oladi minus 4 ta ac. Ani o'rnida bir sinovdan to'lig'icha. Plus 2 ta to'liq etib chiqaman. 16. 16a plus 20. O'sha nima bo'lishi kerak? Noldan katta. Endi buni ochib aytib bo'lmaydi. A ga boshlanadi. A kvadrat plus 8ta plus 16 plus 16a plus 20. Xo'sh, katta nol. Ko'ryaptimi to'g'ri? As. Bo'ldi, ko'ryaptimi? Ko'ryaptimi bas? Mana bu joyda. Xo'sh. Hisoblaymiz endi mana buni. A kvadrat bering zaman. A kvadrat 24a plus 36 mi? Katta nol. Endi bu qaranglar, reytdan topalamizmi? Ha. 4 ga 9 bo'lamiz. 4 9 24 beni bitti. Diskriminatsiya hisoblasang, ular diskriminatsiya hisoblayveradi, o'ylan katta ishmi? Diskriminatsiya chiqadi, to'g'risi. Xo'sh, hisoblanglar. 576 minus 4 ta 144. Ayirsam? 400
432. 432. Endi ildizdan chiqardi uni, aziz. X1 yechim, yo'q, A1 yechim. 21. Mana bu minus 24 ildizi. Lisans 20. Plus 6 lisans 3. 6 ildiz tushmi? Yo'q. Ya. 4 ga bo'linadi, 16 ga bo'linadimi? 432. Bo'linadi, 4 ga bo'linadi. 12 lisans 3. 108. 12 lisans 3. 36. 12 lisans 12 yıldız altı dedik bular. 12 yıldız altı 3. Taksim 2. İkisini hep kısaltırlarız. Karayın. Neçe bular? Minus 12 plus 6. Demek cevap karayın. Minus 12. Cevap A1 A2. Minus 12 plus minus yıldız altıda 6 yıldız altı. 6 lisans 3. Şimdi karayın. Bunu orantı koyar mısın? Ben bize ölçüren. Konuşmam gerekmez. Şunlara da oldu. Karayın. Abi yiyeceğim mi? Hoş, yeni mamal koyalım sana. Netçim? Minus 12. Hoş, minus 6 uzası 3. Hoş, keyiniz netçim? Minus 12 plus 6 uzası 3. Oralık koyuşumuz gerek. Plus, minus, plus. Kaç oralık? Biz kere öyle kete diş gerek. Doğru mu bize? Takriben soplasak netçim ana bunu? 1,71 çıkardı. 1,71 6 gibi ödemini. 1,71'den 11'in içinde bu. 11'in netçimi. Minus 11'in 3'lerde takriben. Doğru mu? Takriben. Soplasak netçi bulan? Minus 23 mü? Ben şu endi bundan ne çıkardım? 1 yarım. Yarım 9. Neçe soplasak takriben? Minus 12. Bana ona karayın 1,71 çıkarttı. 6'nı 1,71'e göbetirsek. 6. 1,2'nin eksi 4 ödülde. Şunu 6, 10. 10'un neçe çıkıyor değil mi? Doğru mu? Ama 10. 10'u 3'ler değil kayıp. Endi 10'u 3'te ortasındaki bunu. Plus 13 bular kendi bunu. 10'u 3. Soldası neçe bular? 1'e 7 mi? Minus 1'e 7 de takriben endi. Endi onlarla geçtiramiz. Geçmese bo'lmaydi deytimiz. Olmaymiz. Qarang. Kim qoldi? Manasi. Minus 5 taqsim 4 1'de 25 mi? 1'de 25'dan kattasi. Shuningmi? Kichkinasimi? Kichkinasi. Mana bunisi minus 4 dan ham kichkinasi deyapti. Mana bu yerda minus 4 bor. Bundan ham kichkinasi. Demak, minus 8 dan minus 4 gacha-ku. Endi mana bularni kelishtiramiz qaranglar. Buni oralig'i nechi? Mana. Bunisi bu tomonga olib ketadi, minus 1 deymiz. Mana. Ha, minus 4 mana buni ichida joylashgan, to'g'rimi? 4'ning ichida bu joylashgan. Xo'sh, qarang, bu joylashgan ekan-da. Mana 4ning ichida buni joylashgan. Tas aytyapti qarang. Minus 4 dan cheksiz olaman deyapti. Ikkinchisi mana bu yerda. Minus 23,4 dan bu tomon olaman deyapti. Yechim qayer? Minus cheksizlikdan mana buni chiroyli variantni yozib qo'yamiz. Ya'ni minus 12 minus 6 uzatib chiqadi. Tushunarlimi? Javob shu. Shundan shungacha. Mana shu oraliqda bo'lsa, ikkita manfiy dedikmi? Ikkita manfiy. Yo'qmi? Ikkita musbat dedik-da, to'g'rimi? Ana shu shart bajariladi. Tushunarlimi? Demak, vazifasi shu.